Hammaga kattakon salom qizlar. Bugun sizlar bilan gaplashadigan narsamiz hech qanaqa unboxing yo'q, kosmetikada yo'q. Sharaqlab ketdi. Boshqa narsalar yo'q, o'xot yo'q. Kecha Instagramda Reels ko'rib qoldim. Mana shu Reels ko'rib qoldim kecha Instagramda. Yaponiyada yashayotgan ba'zi o'zbeklar endi oshirib oldinglar. Yangi kelayotganlarni ham diqqatiga shunaqa insonlarga qo'shilib, iltimos shularga o'xshab qolmanglar. Odam bo'lib keldik, odam bo'lib ketaylik. Hozir nima haqida gapirayotganimni videoda ko'rib olasizlar o'zlaringiz. O'zbek bir-birini podishka qilmaydi chet elda yoki boshqa deydi hamma, lekin buni ham bir sababi bor. Siz akam studentlarga uyni ijaraga bergan. Hozir ular yo'q edi. Xullas SMS yozyapmiz, ijara haqqini to'lash vaqti keldi, lekin ular yo'q, yozishmayapti. O'zimiz kelib ko'rishga qaror qildik. Keldik. Bu uyda hayvon yashaganmi, odam yashaganmi, men точно bilmayman. O'zingizlar ko'ringlar. Men bilmadim qanaqa mavjudotlar yashagan bu uyda. Hatto odam yashasa bo'ladimi o'zi degan savol ham bordi. Nahot odam shu darajada iflos turishi mumkin. Odamga nimaga berilgan parozit? Tamom, bizku musulmon insonlar shunaqa gryaz turadimi? Mana bu hayvon boqqan joyga o'xshaydi-yu. Ha, xo'p, ketibsan. Pulni to'lamading, qochib ketding. Qochib ketgan qaqacha bo'ladi baribir. Nari dunyoda ko'rishiladi baribir. Birovning haqqi birovda hech kim qolib ketmaydi. Lekin ketingni tozalab ketding, iltimos, odammisan sen? Kimsan? Ahvolni qara, sendan keyin bitta odam turadi-ku. Hozir biz bunga ham yig'ishtirish uchun pul to'lanadi birinchi marta. Ikkinchisi egasiga yana shtraf to'lanadi, chunki remontga berish kerak bu uyda. Xullas, gap nima haqida? Ancha yillardan beri bu savol meni o'zimni ham qiynagan. Chunki bir necha shaharlarda, davlatlarda bo'lganman, har xil joylarda yashab ko'rdim. 2 yil o'tdi, 1 yil o'tdi, 3 yil o'tdi bo'lib, bugungi kunda mana Koreyada yashaymiz va meni o'zbeklar nimaga bir-biridan qochadi? Xorijda, chet elda bo'lganda o'zbeklar nimaga bir-biridan qochadi degan savol meni ham qiynagan boshida. Hozirgi paytda men bu narsani juda ham yaxshi tushunaman, ko'rganman, analiz qilganman, har xil vaziyatlarga duch kelganman. Ichimdagi savol o'zini javobini topgan. Va mana bu yerda ham xuddi shunaqa bitta javob, nimaga o'zbeklar bir-biridan qochadi? O'zbekistonda yashagan paytimda bitta gapga to'qnash kelgan edim. Men u paytda hali student edim. Sani davlating bu sansan degan. Ya'ni men o'sha paytda bu narsani uncha tushunmaganman. O'zbekistonda o'qib yurgan student sifatida 20 yoshimdan shunaqa bo'lganman. Keyinchalik xorijga chiqib, yashab, erta bir necha yil qolib ketib, keyin tushundimki, ha, haqiqatan sani davlating xorijda bo'lganingda bu sansan. Ya'ni odamlar O'zbekistonni san orqali taniydi. Sani misolingda sani ko'radi, o'zbek deganda bo'ldi, mana san uni aqlida qolib ketasan. Kimgadir aytsa, ha, mani o'zbek tanishim bor, o'zbeklar bunaqa deb ko'pchilikka nisbatan baho beradi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Xorijda bo'lganda nimaga odamlar bir-biridan qochadi? Chunki o'sha chet elda bo'lganimizda o'zimizni chiroyli ko'rsatmaganimizdan, bilimli past bo'lgandan, mana hozir juda ham ko'p postlar, har xil podkastlar eshityapman, fikrlar eshitaman, o'qimishli odamlarnikini juda ham ko'p holatlarda o'zbeklar qora ishchi bo'lib, ya'ni tashqariga chiqadi. Bu уже bir necha 10 yillardan beri shunaqa, lekin oxirgi yillarda bu juda ham yana ham ko'paygan. Koreya, Amerika, Turkiya, Rossiya shunga o'xshagan davlatlarda tiqilib yotibdi. Mana hattoki kechagina bir necha kun bo'ldi, o'zbeklarni nima itga tenglashtirilgan holati bo'lgan. Lekin qaysidir paytlarda bu narsa ham bormikan deb ham o'ylab qolamiz. Chunki rostdan ham til bilmasligi, o'zini shunaqa tartibsiz, tarbiyasiz ko'rsatishi, o'zini tutishi bilmasligi, ya'ni hali rivojlanmasdan turib, boshqa bir davlat hududiga borgandan keyin etdi ham O'zbekiston deb hisoblashi, ya'ni O'zbekistondan bir parcha olib ketadi odamlar. Shunaqa odamlarni ko'ramizki, u davlatni qonun qoidasini follow qilmasdan, ya'ni amal qilmasdan turib, O'zbekistonda qanaqa bo'lsa, shunaqa. Masalan, oddiy misol. Xolada ishlatgan salfetkasini ko'chaga otishi mumkin. Musurini tashlashi mumkin. Kofeli ichib tashlab ketishi mumkin, joyida qoldirib ketishi mumkin. Bu narsa bilan biz ham masalan Koreyada to'qnash kelamiz. Yaqinda bitta yaqin dugonam aytayotgandilar, uy qidirishganda, hattoki shunaqaki, realtorlardan uy topganda, uy egalari, mana shu uy arendaga beradiganlar, realtorlarga beradiganlar, xorij chet ellikligi bermayman deb aytgan holatlarini. Ya'ni o'zbeklarga bermayman, chet ellikligi bermayman. Chunki nimaga desa, oddiy ular chiqindilarni saralashni bilmaydi. Ya'ni plastiklarni alohida solmaydi, po'chani alohida solmaydi yoki yana boshqa, ya'ni O'zbekistonda balkim boshqachadir, lekin xorijda yashaganingizda u davlatda qanaqa bo'lsa, siz unikini hurmat qilishingiz kerak. Siz tashqaridan keldingiz bu yerga, mehmon bo'lib keldik, bu narsani hurmat qilishimiz kerak. O'shanda masalan odamlar bizga ishonishni boshlaydi, bizga berishni boshlaydi. Bu videoda ko'rish mumkinki, o'zbek o'zbekni qilgan. Hozir men ham sal boshqa yoqimda o'tlab ketgandek bo'ldim. O'zbekdan nimaga qochadi?
Chunki bu narsani Turkiyada ham ko'rganman. Turkiyada bo'lgan paytlarimda boshida umuman tushunmasdim. Chunki man O'zbekistondan Turkiyaga bormaganman. Buxarestdan Turkiyaga kelganman. Va Buxarestda уже odamlar boshqacha, o'zbeklar kam, o'zbeklarga bizaga nisbatan отношениялар yaxshi bo'lgani uchun Turkiyaga kelganimda man turklar nimaga o'zbeklarga shunaqa muomala qilishini, bir xil o'zbek tanishlarim shikoyat qilib gapirardi. Mana shu pasportingni pasport kontrolida otadi, o'zbekligingni ko'rgandan keyin yaxshi muomala qilmaydi. Men shu narsalarni qabul qila olmaganman boshida. Menda bo'lmagan, lekin yo'q deb qabul qila olmaganman. Keyin bo'lsa, o'zbeklar Turkiyada ko'rganim toki o'zbekcha gapirishni xohlamaydi. Siz qachonki hurmatli bo'lasiz, sizga boshqacha munosabatda bo'lishadi, qachonki siz ingliz tilida, rus tilida gapirganingizda. Agarda siz turk tilida gapirganingizda, ularni nerviga tegishni boshlaydi. Tilimni buzib gapirmagin deb. Ba'zilari bor, hurmat qiladiganlari, tushunganlari, yurt ko'rgan, musofirchilik ko'rgan, dunyoqarashi kenglari, lekin Turkiyadagi turklar aynan hammasi emas, lekin shunaqalari ham bor. Tilimda gapirma deydiganlari ham bor. Yokida buzib gapiryapsan deydiganlar, yokida siz o'zbek tilida gapirganingizda sizga past nazar bilan qaraydiganlari ham bor. Bu nimaga desa, shu o'zbeklar o'zini xunuk o'sha yerda namoyanda qilgani. O'zini shunaqa xunuk ko'rsatib berganki, buni ta'sirida. Chunki ularga nima zarur? Ularga farqi yo'q-ku. Masalan, o'zbek deganda yomonlab berish yoki yaxshilab berish. Ular ham o'zini shaxsiy yoki atrofdagilarni tajribasidan, experiencedan kelib chiqib, отношение qiladi, gapiradi. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Restoranga, kafelarga kirib gaplashyapmiz. O'zbekcha gaplashayotgan paytlarimda bizani o'zbekligimizni bilib turib ham o'zbeklik kelib o'zbekcha gapirmaydi. Chunki ular ishlayotgan joyida ham qo'rqadi ortiqcha qanaqadir bir narsalar bo'lishidan. Men juda ham g'alati bo'lgan edim shunda. Voy, o'zbekmisiz? Bundoq qilib o'tib keta olmaysiz. Hello deb o'tib keta olmaysiz aytdi. G'alati, chunki ular o'zbekchada gapirishga qo'rqadi. Bir necha yildan beri Turkiyada yashab kelayotganlar, ular faqat turk tilida gapiradi. O'zbekchada bemalol gaplasha oladiganlari ham bordir. O'zbeklarni ko'rganda, o'sha qo'pol qilib aytganda yeb qo'ymaganlari deydi-yu, lekin ko'p o'zbeklar o'zini tortadi. O'zbek bilan o'zbek o'sha munosabat qilishga, ya'ni bordi keldi qilishga, salom alaykum qilishga, bunaqa narsalarga cho'chiydiganlari ham juda ham ko'p. Shu ish orttirib qo'yganini orqasidan o'zbeklarga nisbatan munosabat yaxshi emasligini hisobga olib bu narsalar bo'lgan. Bundan tashqari Koreyaga kelib, mana bir necha yildan beri Koreyada yashayapmiz. Koreyada ham mana ko'ryapman, xuddi shunaqa narsa. Oyiga eshitamiz, oyiga o'qiymiz. Har oyda qanaqadir bitta shunaqa yangilik borki, Koreyadagi o'zbeklar gruppalarida, bundan tashqari ekspatlar gruppalari bo'ladi. Shunaqalarda o'qib qolamiz. Hattoki pul berib, omonat pul berib, masalan, men o'zbekman, men boshqa bitta insonga mana shu pulni O'zbekistonga, oyimga, adamga, yaqinimga yetkazgin deb qo'liga pul berib ketkazganimda, o'sha narigi tomon qochib ketganini. $30,000, $50,000, $70,000 yo'q, o'zidan o'zi. Qanaqa qilib birovning haqqini shunaqa yeyish mumkin? Men hayron bo'laman. Rasmlarini chiqarib yuborishadi. Mana shu videoga o'xshagan voqeani men ko'rgandim. Bu yerda Koreyada xuddi shunga o'xshagani bo'lgan. Kvartira berilgan, faqat Koreyada shunaqaki, kvartirani shundoq ola olmaysizlar. Ya'ni kontrakt qilish kerak birinchi o'rinda. Landlord bilan, uy egasi, owner bilan kontrakt qilinadi. Kontraktdan keyin depozit qo'yasizlar. Shundoq oylik to'lovini to'lab, uyga kirsa bo'lmaydi, arendaga o'tirsa bo'lmaydi. Oldindan qanaqadir $5,000, $10,000, $15,000, $30,000 depozit qo'yish kerak bo'ladi. Agarda uy bilan biron muammo bo'ladigan bo'lsa, nimadirga zarar yetkazadigan bo'lsanglar, o'sha depozitdan keyin olib qolishi uchun ular garant xohlaydi. Lekin bo'lsa, shu bitta bola kelib kontrakt qilib yashashni boshlagan, kontraktini o'rtasida o'zi qaysidir davlatga ketadigan bo'lib qolgan, lekin uyi kontrakti u bilan, u bola bo'lsa yashamaganini hisobiga pul to'lagisi kelmayapti, lekin kontraktni ham buza olmaydi. Ya'ni xohlagan paytida chiqib keta olmaydi. Kontrakt tugashi kerak, srogigacha borish kerak bo'ladi. Shunaqa paytda bitta boshqa bir o'zbekni topib uyiga qo'yadi. Ya'ni dogovor men bilan, kontrakt men bilan, hozir rasmiy hujjatlar men bilan qilingan, lekin sen shu uyda xohlasang yashab tur. Chunki u o'zbek bolaga ham uy kerak bo'lgan, joy kerak bo'lgan. Yashab tur, uyi faqat uni to'laysan, kvartplatalarni to'laysan, men bu ketkizgan suv, gazlaringga to'lab o'tirib turasan men qaytgunimgacha deb. Qaytib kelgandan keyin qarasaki, u eshikni, zamoklarini o'zgartirib olgan, qochib yurgan, uy pullarini to'lamagan, arendalarini. Ya'ni juda ham shunaqa xunuk holatlar bo'lib, u odam keyin rasmlarini chiqarib yuborgan edi. Har telefon qilganimda ko'tarmayapti, uyga borsam zamoklari almashtirilgan, qanaqa qilib topsam bo'ladi deb Facebookka postlar qilgan edi. Bu juda ham uyatli holatlar, bu juda ham bir past holatlar, past ishlar qatga boradi. Uzoqga qatga boradi. Ertaga bumerang o'ziga bunaqa narsalar qaytib keladi. Undan tashqari o'zbeklarni bu haqiqatda o'sha pastga tushirish, hurmatini xalqaro bir ununda
tashqariga xorijga chiqqanda ularni avtoritetini butun sindirib tashlash, umuman ular to'g'risida yaxshi tushuncha, fikr bo'lmasligiga sabab bo'lish. Unaqa holatlar judayam ko'p. Ayniqsa, koreyslarga turmushga chiqib ketayotgan qizlar to'g'risida, yomon fikrlarni, yomon postlarni ko'p o'qigan edim. Ya'ni qarshi bo'lib yozganlar, nima bor, koreysga turmushga chiqib, o'zbeklar ham bor. Bitta o'sha xudosizligi tegayapti. Unaqa yani dindan ham kelishgan, har xil tomondan kelib yomonlashgan, bu narsani qoralashgan. Men bu narsani to'g'ri ham demayman, noto'g'ri ham demayman. Chunki har bitta odamni o'zini tanlovini orqasidan keladigan oqibatlariga javob berib, yelkasiga olsagina mas'uliyatni bo'ldi. Masalan, turmushdan keyin agar biror narsa bo'lib qoladigan bo'lsa, kimdir ayblab o'tirmasdan hayotini ha shunaqa ekan deb o'rnidan turib enini qoqib davom ettirib ketadigan darajada bo'lsa, unda o'sha zo'r bu narsa. Unga qanaqadir tajriba bo'ladi. Xato qilishi mumkin odam, xatolardan o'rganadi. Men nimaga oqlamayman ham, qoralamayman ham? Chunki Koreyaga keladimi? Men endi boshqa davlatda bilmayman. Men chunki hozirgi paytda Koreyada yashayman, faqat Koreyadan gapira olaman. O'sha ko'rganlarim, guvoh bo'lganlarim, yonimdagilardan eshitganlarim, yonimdagilar bilan sodir bo'layotgan voqealardan kelib chiqib. Koreys yigitlariga o'zbek qizlari turmushga chiqishi qoralayotgan erkaklar shunaqalari borki, ya'ni o'zbek bo'lib turib, o'zlari shu Koreyaga chiqqanda o'zbek qizlariga tegib qo'yib, keyin uni bolali qilib qo'yib, keyin boshqa qizga uylanib ketayotganlar, O'zbekistonga ketib qolayotganlari. Oyim olib bermas ekan sani deb nagli aytayotganlari. Inson, sen уже bola qilding. Bola bo'lgandan keyin yelkangga olishing kerak, nima bo'lganda ham. DNK qildiraman, bolani tekshirtiraman, menikimi yo'qmi deb aytayotganlari. Bo'ldi, masalan, shunaqasi bo'ldi. Quloqim bilan eshitib, ko'zim bilan ko'rganim, Daegu degan shaharida shunaqasi bo'ldi. Farzandini o'zi katta qilyapti. Haligi qiz farzandi o'g'il edi adashmasam, ili qizmidi. Xullas, hozir katta qilyapti o'zi. Qiynalib onasi keldi. Ya'ni haligi qiz, tug'ilgan qiz farzandidan voz kechmadi. Ya'ni oldirib tashamadi, abort qilmadi. Uyda ota-onam bilmaydi-ku, men nima degan odam bo'ldim deb farzandini tashlab ketmadi yoki uni abort qilmadi. Tug'di uni, hozir onalik qilyapti. O'zini onasini O'zbekistondan chaqirtirib, lekin qiyinchiliklarni yashayapti. Shunaqa paytlarda o'zbek yigitlari turib bermayapti qizlarga. Hammasi ham emas. Ya'ni hammasi ham Koreyada shunaqa zo'r, shunaqa yaxshi, ilmli, yo'lini topib olgan va boshqalarga ham shunaqa katta bir ko'lamda yordam berayotgan erkaklar, yigitlar, oilalar ham bu juda ham ko'p. Lekin men gapirayotganim aynan shunaqalarga tegishli. Ya'ni kimnidir xatti-harakatini haq, nohaq, to'g'ri, noto'g'ri deydi, lekin o'zinikiga javob bermaydi. O'zi qiz bola bilan betga kelganda har xil zaks bo'lmagan munosabatlarni qiladi, ertaga keyin bitta narsa bo'lib qolsa, ajralib ketishi. Bu narsa qiz bolang qo'lingdan nima keladi deb tashlab ketishi. Bu hammasi prosta odam o'ziga qaytadi. Bu slishkom pastli. Bu videoni ham ko'rib shunaqangi xafa bo'ldim. Yaponiyada ham demak shunaqa ekan deb o'yladim. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Fikrlarimga qo'shilasizlarmi yoki sizlarda boshqacharoq fikrlar bormi? Kommentariyalarda yozinglar.